وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bugünkü dersimizni Sure Ali İmran'ın 113. ayetinden başlap devam qilamiz. Yuqoridagi oyatlarimizda ham musulmonlarda bugun eng kemchil bo'lgan yaxshilik bo'lib yamoqdan to'sishdan iborat bir farzning muhim ekanligini bayon qilgan va shundaqla Yahudi nasaralarning yomon yo'lga minib ketishdan maqsad sabab bu bo'lsa-mu el-emru bil ma'ruf ve nahy anil munkarni terk etganligi ve o sebepten büylengenligi. Şuna o'xshash mana bu Yahudilik, Hristiyanlashning oldini elishning muhim ekanligi ta'kidlangan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularning tarixiy ahvollarini, qissalarini bizga eslashimiz uchun bayon qilmoqda. Shunda demakdiki, laysu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli ve hum yasjudun. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey Muhammed ümmeti, o ehli kitaplarımı hemmisi beraber emas. Kulağınıza görecek olan süpürgeni elip de katazlığındaki hemmini ahletki iştiyatışını geçiyor bulmaydı. Ulanın içinden min ehlil kitap, yani şu ehli kitapların içinden bir cemaat mübaki ümmet, bir ümmet mübaki cemaatin tarifi. Tünügün ötken emas mı? Cemaat dedik, ümmet mi şu? Bir ümmet ki qaimetun bo'lgan ümmet hem mevcut. Yani haqni barpo qila oladigan, haq ustida chin qaymaqam tura oladigan mana shunday insonlar mevcut. Ki ularning haqni qaymaqam tura oladiganligi shuki mana halbuki ular Allohning oyatlarining kechida tilovat qildi va ular Allohga taslim bo'lib sajda qildi bular. Bu yerda har bir millatning ichidan her bir xalqning ichidan yaxshilarni chiqadiganligi, yomonlarni chiqadiganligi, uning uchun har bir millatni milliy xarakterga ega. Umuman kumpikum qilib o'qib tutishning xato ekanligi va bir millatni ham hammasini yaxshi deb alayda qo'llashtirishning yaxshi emas ekanligi, Qur'oniy uslub, Qur'oniy ta'lim tarbiyaga asosan yaxshilarga nisbatan yaxshilik unvonini alqishni berish, yomonlarga nisbatan uni qo'limizdan kelishda yamanlarını itiraf qilmaslik, tuzatish, qarshi chiqish xarakteriga ega. Bu haqiqatni Alloh o'ttirib qo'ymoqda. Shuning uchun biz Qur'on ahli bo'lish sifatimiz bilan haqiqatni bir jo'grafiyalik o'rin, bir qavm, bir xalq, bir millat, bir irqqa tangmaymiz. Ham haqiqatni bir jo'grafiyalik o'rin, bir irq, bir millatdan ham elib olmaymiz. Alloh taolo bu yerda yatluna ayatillah ummatun qaimatun deb qilib, yatluna ayatillahi ana al-layl dedi. Kechida Allohning oyatlarini tilovat qiladi. Demek kechida Allohning oyatlarini tilovat qilishning bir iftiqorlik bir ish ekanligini Alloh uqtirmoqda. Mana akşam bo'ldi. Kecha unchalar kech emas. Sizlarni Alloh taolo ana shu ummatun qoimatun yatluna ayatillahi ana al-layl degan mana shu sifatlardan qilsin. Sizlarning sayangdan meni qilib qo'ysin inshaalloh. Shuna kechida Allohning oyatlarini tilovat qilish, o'rganishning ne kadar muhim ekanligi uqtiriladi. Ve hum yasjudun, ular ham secde qildilar. Yu'minuna billahi vel yawmil ahir ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil munkar ve yusari'una fil hayrati ve ulaika minas salihin. Ular tehi Allohga bo'lgan, oxiratga bo'lgan iymonini davomlashtirdi. Sabit qadam turdi iymonda. Ve ular yaxshilikka borib, yomonlikdan mutasidoylik ummatun qaimatun degan bir ummat ahli kitobning ichidan chiqqan. Ve yusari'una fil hayrat. Ularning hammasi yomon emas mana. Xuddi hükay yurtizga o'xshash, yaxshilikka musobaqa qiladigan, xayriyatda aldiraydigan insonlarmichu mavjud. Ular shunday qiladi. Va ulayka minas salihin. Ana ashilar salih insonlarning qatoridandir. Va ma yaf'alu min khayrin fala yukfaruhu vallahu alimun bil muttaqin. Siz yaxshilikdan qanday bir narsa qilmanglar, qilgan bo'lsangiz falan yukfaru, uni tuzkurlik qilib yo'qotish bo'lmaydi deydi. Uni yepilmaydi. Tuzkurlik qilinmaydi unga. Buning uchun hammadamni sab jannatlik qilib yetish, hammadamni sab do'zaxlik qilib yetishniki Qur'oniy uslubdan emas ekanligini yana ta'kidladi Alloh. Va ma yaf'alu min khayrin fala yukfaru vallahu alimun bil muttaqin. Alloh o'zining mas'uliyatini ado qilgan haqiqiy taqvodorlarni Alloh subhanahu va taolo mutlaq bilib turuvchidir. İnnellezîne keferu len tughniya anhum amwaluhum ve la auladuhum minallahi şey'a ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hakikaten kafir olganlar. Allah subhanahu ve taola'nın ayetleriga, tevhidga, haqiqatga kafir olganlar kelsak,
Ularning mallari, ularning jonlari Allohdan hech narsani hojat qilolmaydi. Ve demakchi bo'lganda ayet emvaluhum ve evladuhum degeni şu melecek evladıcık adamning biraz yaliqi şu melak qarab, puli bilan baylaqiga, ballara qarab, etrafı çevresideki insanlara qarab Allah'tan bir hacet his qilib qoldiganligi o'zini ve shundaqlab boshqalardan bir hacet his qilib qoldiganligini. Bunun bir xato qo'y ekanligini uqtirmoqda Allah ayette. Çünkü pulicik insan, evlatlarcık insan, kulunu kesse yetadigan insan, insanlarning ko'z qilmaydigan ish chiqadi. İlla men rahime rabbuk. Mu'min muvahhidlar bundan mustasna. Dedik ki benim yanımda pulum turuptu, evlatlarım turuptu. Kolam neye uzatsam şu yetid ekan. Unda var ki benim kimga ihtiyacım var deb, bizning til self-ishlaydi. Shaxsiyatchi, shaxsiy musulmon, pasif musulmonlikqa ilib borgan bunda avvallar bo'lib qoladi insonchilik. Shu Alloh taolo buni ta'kidladi deydi ki ularning mollari, ularning evlatları hech narsani bejat qilolmaydi ki. Bir insonning melining ko'p bo'lishi, evlatning ko'p bo'lishi, onun Allah'tanmı, xalqdanmı bir hacet menzadi, hech kimga hacetim yo'q deyishiga ilib bas bo'lmaydi, u kofir bo'ladi vaqtda. Chunki u ilohlik davosini qilgan bo'ladi. Hech narsaga hajeti yo'q, bo'lgan narsa faqat Allohdir. Allohdan tuyundi bo'lgan barliq maxluqlar, jumladan inson har qachon bir narsaga avval Alloh aqidada boshda, ondan qolsa hayoti dunyoda bir-biriga muhtoj bo'ladi. Va ulayka ashabun nar hum fiha khalidun. Ana shundaq insonlar, yani ularning tasavvuri, fikri yuqori degandek bo'lib qolganlarning o'zi davzaxning ashabidir. Ular o davzaxda mangu qoladi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Undaqlarning misali, mening hacetim yo'q deydigan mushundaq bir tuzkur insonlarning misali, mush hayoti dunyoda qilgan nafqisining misali nima o'xshaydi desa, kuzning shamollariga o'xshaydi. Sirrun degan achchiq, so'g'aq shamol. Kuzni bir qaraydigan bo'lsak, bir kecha bir soğuk şamal kelipla hamma gazan-pazanını süretip meyvelinin oyu del-deraxının sagat etip qala o'tirdi o, tüktüydü. Şundaq bir soğuk şamal, bir soğuk şamal o'xshaydi ki o şamalda sirrun, soğuqlik var. Üşütadigan. Asabet harsa qawmin zalamu anfusahum. Öz nefsilleriga zulm qilgan qavmning ziraatgarlariga yetdi. Shunga o'xshaydi ularning qilgan nimalari, infaqlari. Fa ahlakathu eningdan keyin o so'g'aq shamol ularning ziraatgahini qanday qildi? Bitchit qildi, yo'qtib etdi. Ahlakathu degan, halok qilib etdi degani tugtib etdi. Va ma bularning misoli shunga o'xshaydi. Va ma zalamahumullohu valakin anfusahum yuzlimun. Unda biz Alloh zulm qildimi deb o'ylab qolmang. Alloh hech kimsiga zulm qilmaydi, lekin ular o'z nafslariga o'zlari zulm qilgan insonlardir. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. Allah Taala endi bu yerda ahli kitoblarning bir qism sifatlarini bizga deyish orqali ularning mangan yo'llarga, chig'irlarga, hanglarga bizni tushib ketmasligimizdan oldin olish uchun Alloh subhanahu va taolo bizni xuddi bir bog'bon ko'chtin tarbiyalash uchun qanday ahamiyat bergan bo'lsa, shunday ahamiyat berib Alloh bo'ronning, chaqqunning, qorning, sovuqning, ushikning kelmasligini oldin olgan bog'bonga o'xshash hamma sifatlarni bayon qilib bo'lgandan keyin Alloh endi ey mu'min o'zingga kel. Yana sana bazı tavsiyelerim var demektir Allah. Ey müminler! La tettehidu bitaneten min dunikum. Siladın boğallarını sırdaş kılanlarını. Bitaneten. Bitane batnı. Kosak degen gep. Kosağının içi zaten neyim var? Bir desem çoğu degene. Kosağıda tertiyosizcik neyken diyemiz var bizde mi? Şunun okşaş. Yani içide. İçinildeki kosağınıldı bağ nesini siladın boğallarını kanakınmanla. Beğmenla. İlla ki bulup mu sır meselesi kelgen çağda Hazreti Ali'nin sözü var, sır senin baş veren kimi güversen, şu seni öğütleydi dep. Elbette ki, bir insanın bir sır oludu. Sır insanın kader kıymeti, insanın baş verisi. Onun için en sır bulmagan neresi mesela ailede er ayallah oluşu mümkün. Şu ayallahının içinde mi, birisi demeydiğen, digiz kelmeydiğen, disi yakşı olmaydiğen sırlar oludu. Misal, bu müminle ara. Ama Allah devam değil ki bir yerde. Siladın bulmaganlığa sır vermen Allah. İnsan Mümin, muvahhid bolsunmu hemen düşünemeydiğin boğalık için Allah Teala böyle bir insani ahlak, sır saklaş, sır paş kılış, sır saklaş karakteri iyi bir
insoniy axloqni bizga tavsiya qiladi. Nimishqa sir va ma'no desa la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghda'u min afwahihim. Ular sizlarga qanday jafo mushaqqat kelsin, uning bak parvo qilib ketmaydi ular. Waddu ma anittum. Ular sizlar qanday qizlansanglar, jafo mushaqqat tortsanglar shuni xohlaydi bular. Qad badatil baghda'u min afwahihim. Haqiqatan bu tek ularning og'izlarida oshkora o'g'ini. Va ma tukhfi sudurum akbar. Ularning ko'ksillarida, ularning ichki dunyolardagi bo'lgan narsa sizlarga nisbatan yoshirilgan ajoyib cho'ng. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Jazman biz sizlarga ey mu'minlar, mana agar aqlingni ishlatadigan bo'lsanglar, oyatlarni mana shunday ochiq oshkora bayon qilamiz. Biz mu'min vahidlarda eng diqqat qilmayotgan, diqqat qilish tegishlik masalalarning biri. Bular hozir ilm cheksiz, sir cheksiz, sirsizlik, sinirsizlik, cheksizlik ailening mahramiyatlaridan tortib hujum qilib, bitchit qilayotgan bugungi kundagidek paytda mu'min musulmonlar sir saqlanmaydigan ahvollar mavjud. Halbuki omonat degancha biz pulov bilan lag'manni, dollar bilan oltin kumushni omonat deymiz. Eng birinchi omonat sir omonati. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her kandak el meclisu amanetun deglik. Her kandak bir yerde ottagan bolsanız biz kim bilen bu amanet. Sizin bir karindişiniz bir gepni qilib bo'lgandan keyin sizga shunda bir lap qarab qo'ygan bo'lsa, demak ash so'zning amanet ekanligi mavjud. Ishorat shu. Buning uchun saqlang degan hadislar mavjud. Bugun nada o'zimizning og'izga yo'lamaganligimiz uchun nurg'un talafetlar, nurg'un jafo mushaqqatlar ko'taramisan sangaltib ol degandek mana derdimiz azdık. Bu mu bir beşimizga balo olib kelmekti. Onun için mu'min muvahhid degan sir saqlaydi. Mu'min muvahhid mu so'zga kelgan chaqda diqqat qiladi. Nerede nimani deydi, nerede nimani demaydi. Bunaga diqqat qilib qiladi. Bunda o'g'allik uchun Alloh bu yerda sir saqlashdan iborat bo'lgan bo'libmi, o'zidan bo'lmaganlarga nisbatan sir berishning insonni halokat kelib boradigan bir faoliyat ekanligini deydi. Hatta nimish bunda deyiladi? Deymiz biz degan in kuntum taqilun. Eğer aklının işletsizler degini şeye gelip vardı. Demek bir adam özden başka, özden bombagallarga sırrını verip sırdaş kılagan bolsa o adamdan aklı işlemeydigan dese hatalaşmaydiganlar çıkar. Akılsız kendisi. Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minuna bil kitabi kullih ve idha laqukum qalu amanna. Ağla. Ey sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar. Chunki yaxshi ko'rishning birdan bir misoli inson mu'min muvahhid insonni yaxshi ko'rdi. İnsanlıkni yaxshi ko'rdi va o'z mu'min muvahhid bo'lganligi uchun o'z yegan, o'z ichgan abi hayot suydan shuni ichkizishni yaxshi ko'rdi. Bu iymonning talabi bu, vijdonning talabi, insonlikning talabi. Va la yuhibbunakum amma Allah ular sizni yaxshi ko'rmaydi. Sizlar haqancha o'g'lin deb nima qilib bergan bilan ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Amma Alloh taolo bu yerda ularning qo'ylarini da'vatidi. Qarshi tarafning. Amma bu yerda o'g'li unda bo'lgandan keyin sen bunda ol deganni tashabbus qilmaydi Alloh. Faqat ehtiyot qilishimizni, ularga nisbatan kimligini tunib qo'yishimizni dushmanimizning. Xuyini, suyini shuni uqtiradi. Va tu'minuna bil kitabi kulli. Sizlar kitobning hammasiga iymon etsizlar. Chunki kitobning hammasiga iymon etish sizning iymoninglar. Ular ishirkanmisiz iymon etmaydi ular. Onun xata yeri shu. Xatarlik yeri. Sizlar o'zingizning jeniga, meliga, oilasiga, hattoki eng yaqiningizga zarar kelgan taqdirda haq tursizlar. Ama oğlu onda qilmaydi dedi. Onda qilmaydi deganligining shar'isi mana va idha laqukum qalu amanna. Ular sizlar bilan bilib bo'lgan chaqda sizlarga o'zgarib rasmiy taqvodor mu'min mujohid inqilob cho'kib ketadi. Agar ular sizlardan ayrildimi, xalaw addu alaykumul anamina min al-ghayd. Sizlarga bo'lgan g'azab nafratidan, hasaddan, ichidagi intiqomchiligidan barmoqlarini tishlab ketadi bular. Biz her kuni realligimizda uchirtib turadigan masalalar bu. Qulmutu bi ghaydikum ulardan ki g'azab nafrat tinildan uylanglar, beshshanglar, yanglar bizning tilimizda shunday degan bo'ldi bu. Qulmutu bi ghaydikum turkcha gabardan da shunga o'xshash. Sizlar mu'min muvahhidlarga nisbatan yaxshilik kelishni xohlamaydigan, ularning yuzining kulishini xohlamaydigan, ularning yuzi ko'rsa sizning yuzi qapig'ini turilib qolgan bunday odamlar bo'lgandan keyin uylanglar deyapman. İnnallaha alimun bidati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala kök kısımlıkta insanların kök üstüki nesini, kalbideki nesini bilip durur. Kök üstü degan kalb degan gap, kalbideki nesini mutlak bilgüçüdür. Yani Allah Teala devamlaştırıp dedik olanı fiyini. İn temseskum hasenetun tasu'hum
Ve in tusibukum seyyiatun yefrahu biha. Subhanallah. Eğer sizlarga güzellik yetse, yaxshilik yetse, ularning ko'nglini bezar qiladi bu ish. Ularning ko'nglini yerim qiladi. Sizlarga musibet, yomonlik yetse, ular uning bilan xo'sh bo'ladi. Qarindoshlar, Alloh taolo bu oyatda bir xil insonlarni bizga tasvirlab turadi. Mush xo'y kimde bir shaxs olsun, cemaat olsun, guruh olsun, bo'lsa oyat umum. Bir mu'min muvahhidga u mu'min muvahhid sharqda olsun, g'arbda olsun, xo'shlik etgan bo'lsa xo'sh bo'lish kerak. Xafalık etgan bo'lsa xafalığımız turilishi kerak. Qo'limizdan kelsa shu xafalıkni dafi qilish uchun tirishishimiz kerak. Qo'limizdan kelmasa hech bo'lmaganda duo qilishimiz kerak. Xo'sh, bugungi kunda men mu'min musulmon deydigan toifalar, men mujahid deydigan toifalar, men inqilobchi deydigan toifa tashkilot guruhlar nima uchun o'ziga o'xshash, o'zining tili bilan so'zlaydigan? Yo'lun maqsad g'oyasi bir, nishoni bir. O'zining dushmani bo'lgan bosmachi, tajovuzchi Xitoy qarshi harakat qilsa, mayli siyosiy olsun, mayli harbiy olsun, mayli iqtisodiy olsun. Nishon bir turib, nima uchun ularga nisbatan bir yo'l ochilsa, siyosiy yo'llar davlat tarafidan masalan, diplomatik yo'llar, iqtisodiy yo'llar, ilmiy yo'llar, masalan, ma'rif yo'llar, shunga o'xshash bir yo'l ochilsa, uning bilan tang olqishlab chavaqchanmasdan ikkinchi bir jamoat guruh uning nisbatan ko'ngli yerim qiladi. Ko'ngli yerim bo'lib qoladi uning uchun. Qarindoshlar, diqqat qilish lozim bo'lgan axloqning bir so'zlanmoqda. Demak, bunda xuy kimning xuyi ekan bu? Kafir, munofiq qalbida kufr va nifoq va qalbi kesal insonlarning axloqi ekan bu. Ammo bizda tepilishi hayrat. Bu Qur'onning nozil bo'lmaganlar bizga. Qur'on bilan bo'lgan muomalamizning ne kadar past ekanligi ko'rinib turdi. Bu narsa bizda bormi yo'qmi deganda albatta bor. Biz har kuni degandek uchrashib turamiz. Uchrashib turamiz bunday masalalarga. O'xshash tashkilotning rahbarlari, o'xshash tashkilotning a'zolari, o'xshash partiyaning rahbar va a'zolari maqsadi g'oyasi tajovuzchi. Artıq uning maqsadi cho'ng. Vatanni mustaqil qilib gullantiramiz deydi. Sening qalbing mustaqil bo'lmagan bo'lsa, qalbing gullanmagan bo'lsa, qalbing mana bu shunday Qur'oniy adab axloqlar bilan gullanmasdan kufri, shaytoniy adab axloq bilan xarob bo'lgan bo'lsa, nediki mustaqillik, nedi hürriyet, nedi devlet qurish. Devletni evvel qalbingda qurishing lozim. Hürriyetni evvel qalbingda tiklishing lozim. Ailangda tiklishing lozim. Etrafingda tiklishing lozim. Tekrar dey, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Eğer sizlarga bir xushallik, go'zallik yetsa, ularni bearam qiladi bu. Eğer sizlarga bir musibet yetsa, zarar yetsa, sayyiatun degan ko'ngilsizlik yetsa, yomonlik yetsa, yafrahu biha, ular degan chavakni cherishib, alqishlashib, zodi bayram qiladigan gap kunlarni o'yinlar. Allah sana qilsa qilsin, Allah panoh olsin. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sizlar ey insonlar, ey mu'minlar, ummat Muhammad taqvodorlik qilsanglar va in tasbiru haq yo'linglarni chin tutsanglar, bir qarsanglar sizlardan boshqa odamlar hammasi yuqoridagi sifatlar bilan bo'lib ketdi. Qarsanglar sizlar yolg'iz qilayotgan, qisilayotgan, shuni sabr kelyapti bu yerda. Shunda bo'lsa-mu, qanday qilsanglar, haq yo'lingizda sabr qilsanglar, chidasanglar, dadil tursanglar, yolg'iz qolsanglarmi? Va tattaqu, Alloh taqvodorlik qilsanglar. O'zingizning cho'ng kichik mas'uliyatlarini Alloh oldidagi, qarindoshinglar oldidagi, oilanglar oldidagi, millatinglar, xalqinglar, vataninglar oldidagi mas'uliyatinglarda qilsanglar, la yadurrukum kayduhum shay'a. Ularning sizlarning dushmanlaringiz bo'lgan ularning nimasi, taxtikallari, hilmikallari sizlarga hech narsani zarar yetkazmaydi. Nimishqa zarar yetkazmaydi? Innalloha bima ya'maluna muhit. Ular qilgan amallarning hammasini Alloh taolo kuzatib qo'rshab turdiki, Allohning ma'lumotidan, Allohning quvvatidan, Allohning qudratidan, Allohning izzatidan, Allohning malikal mulkiyatidan ular tashqari chiqib ketmaydi-da. Uning uchun u vaqt zarar yetkazmaydi. Nima uchun zarar yetyapti bugun desa, as-sabr va taqvo yetarlik bo'lmaganligi uchun. Taqvo deganning o'zi kashkanamizni 4 rakat o'qib, her namazdan oxirida tasbihni sirib, namazdan oxirida Allohumma antas salam va minkas salam deb deyitib, qilishning o'zi taqvolik emas. Biror sabab tufaylidan o'zaro bi'ab bo'lib qolsak, yarash turib qo'yish nada arig'i o't yaqqanimiz bordir. Abduxoliq Uyg'urning she'rlari. Agar hajga baj olsa, qo'pab qochganimiz bordir. Chiqimi yo'q navafilga. Chiqimi yo'q navafilga minglarcha pulni sarf qilmoq. Agar hajga baj olsa, qo'pab qochganimiz bordir. Chiqimi yo'q navafillarni jiqilsa, taqvo sanaldi hozir. Ammo haj farz.
Onun kichkina bajaldığı şoz kopap kaçkanımız vardır. Ve iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital vallahu semi'un alim. Bir vaqt niyat etdin ki ey Muhammed sen etigendi senin ahlinden bolgan mu'minlarni jang meydanlarga qiziqtirib menayotgan edin. Şunu ham hatırlat. Allah anılgıcıdır, bilgücüdür. Allah subhanahu wa ta'ala buyurdu. Ulug' Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın özünün sahabeler bolgan mu'min muvahhidlarni Uhud gazıtıga jang paradlardan ötküzüp, ularni sepki tizip, urush meydanlarga uğurlaştırıyotgan bir çağ bolgan edi de, şunu eslatib atadi. İz hammet taifetani minkum en tefşela vallahu veliyuhuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Yani şundak bir vaqtni eslatdin ki, sizlarning içinizden iki taife Allah ularning velisi turib, vallahu ve halbuki Allah ularning velisi turib, Allah üçün seferge çıkıp etip turib, Allah ularning velisi turib, en tefşela aqs çekinişini oylaganlar mevcut. Oylaganlar mevcut degenim bizning tilimizde hemmet çıkıdayın. Qasd qildi degeni şu. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Unda qılsın. Allah kılan tevekkül kılsın. Allah nevekkül kılsın mu'minler. Bu öz vaqtdagi Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın askerini elip çıkıp qilgandan keyin 313 qaytib ketgan chaqda, yani şularning ichidan mutaxiyani nurg'unlari daval qilib qolganda, qarshi dushman taraf 3000 5000 mu'min musulmonlar ming chiqqan turib 313 qaytib kirib ketgandan keyin bazı musulmonlarning qalbida bazı peşkellik bo'ronlari uçqan edi. Bizim kirib ketsak ularni qanday qilsak bularning soni ko'p bo'lsa va hokazo debchi. Alloh taolo shuni da'vat etadi. Unda qilmasin. Va laqad nasarakumullohu bi badri va antum adilla fattaqulloha la'allakum tashkurun. Va albuki jazman Allah sizlarga Bedr g'azotidimi? Va albuki sizlar eng vaqt texinbek azdinglar. 313 kishi yetdinglar. Shu vaqtim yordam qilgan edi. Fattaqulloh Allah'tan korkanlar, Allah'a şükür koşunuz için. Bedir gazladım sizler, o kadar aciz idinler. Har idinler. Ve adım Allah Teala sizlerini kalbiden kaytırgan. Bugün onun kalgandı bir kança hessi sizler. Onda oğalık için bu nimetini eslep şükür kılanlar. Ve yana şunu hatırlattım ki İttekûlu lil mu'minine ele yekfiyekum. Sen değilsen ey Muhammed aleyhissalatu vesselam müminler karab durup أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ Aya kifaya kılmamdı sizlerge. Şu kifaya kılmam değil ki sozgay Allah sizlerge. Sizlerinin Rabbinler sizlerge medet vergey. 3 mılgan bilen nimiti 3 mılgan minel melaiketi munzelin. Allah Teala'nın emir fermanlarını elip çıtıran malaikelerden ibaret idi. Bu şundak bir meleki kuvvet malaikelerden bağlan bir askerle sizlerinin yanıldı bozsa bu kifaya kılmamdı. Digen idin sen olaga. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam bularning qalblaridagi bu soğuk bo'ronlarni, chekinish alomatlarini ko'rgandan keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam ey mu'minlar deb tag'ning ustiga chiqib turib tashviq qilganligi. Ularni harbiy shijoatlandirish, nutqini so'zlaganligi degan bo'lishi mumkin u yerda. Ey mu'minlar, ularning shaytonlari va sizlarning malaikalaring yo'q, bam Rahmanning va Rahmanning tarafidan sizlarni qo'llaydigan, quvvatlaydigan, sizlarga medet veradigan malaikalarning bo'lishi sizlarga yetmasmi? Degan ekan Payg'ambar alayhisalom. İttaqulu sen degandan ya da'vatida. Shijoatlantirgan ekan Muhammad alayhisolatu vasallam. Bala, shundaq intasbiru va tattaqu. Agar yana keldi oyat. Sizlar bu yo'lda sabr qilsanglar, Allohga loyiqida taqvodorlik qilsanglar, va albuki sizlarga ularning oqisdan Alloh taolo medet berdi, sizlarning Rabbinglar 5000 bilen malaikelerden bo'lgan. O 5000 malaikelerning hammasi alametlik. Ularning xususiyati var edi. Musavvimin degan alamati var. Şuna bu to'g'rida İmam Buxoriy, İmam Muslimda o'xshash bo'lmagan rivayetler mavjud. Peygamber aleyhisselam o vaqtida nurg'un malaikelarninki tushganligi فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sen ulanı, ok atqa vaxtında sen öttemedin. Allah ötedi. Sen atmadın, Allah attı degan ayetten delil keltirish orqali mo'ng'an malaikalarning jang maydonlariga tushganligi tilga ilinadi. Allohu taolo a'lam. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala bunu niçin esletti?
Nima uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining malaikalar bilan qo'lida quvvatladi bu azg'ina guruhni desa, qimmada Alloh taolo oshni magar ey insonlar, ey ummati Muhammad, sizlarga bir bishorat bo'lsin uchun. Walitatma'inna qulubukum bih. Sizlarning qalbinglar aram topsin uchun, xotirjam bo'lsin uchun. Demak, inson ko'ngli xotirjam bo'lsa, o'zining g'alaba qilishini bilib, maydonga tushgan, chelishgan inson malaki bir shijoat qalbi bilan raqibini yenga olishi mumkin. Maydonga tushmasdan raqibining kuchining jiq ekanligi, uning usqunining eg'irligining ko'p ekanligi, qurolining ko'p ekanligini o'ylab tushgan inson allabirun psixikasi mag'lub bo'ldi degan u. Mag'lub bo'lgan inson u. Undaq inson qandaq raqibini yenga olsinki? Uning uchun bir inson o'zining raqibini yengish uchun qalbi xotirjam bo'lishi lozim. Walitatma'inna bihi qulubukum. Qalbiy jihatda quvvat, shijoatga ega bir askar dushmanni 10 dushman bo'lsa yenga olishi mumkin. Ammo qalbi taskin topmagan, yuqorigidek psixik jihatda mag'lub bo'lgan insonning na qo'li tutsin, na puti qo'lidan qurollar tushib ketishi mumkin. Shunga Alloh taolo men buni qilishimdagi sabab deydi Alloh. Sizlar uchun bir xushbisharat olsun. Mu'minlarning faqat san bilan, sanaq bilan emas, sab bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan va shundaqla har narsani Allohga bog'lash bilan, izzat va g'alaba Allohga mansub. Biz faqat kuchimiz bilan, sonimiz bilan g'alaba qilmaymiz deydigan bu tavhid iddiasi sizlarning eng minganglarning cho'qsida saqlansin uchun Alloh taolo mana bunday qildi. Mana oxir kelaydi. Va man nasru illa min indillahil azizil hakim. Faqat ey insonlar, nusrat va g'alaba son bilan, sanaq bilan, quvvat bilan, u bilan, bu bilan emas, faqat g'alaba Allohning huzuridan ekanligini sizlarga bildirsin uchun. El-Aziz, Alloh mutlaq azizdir, Alloh hikmatlarni qiluvchidir. Liyaqta tarafa min alladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaybin. Yana shuning uchunki Alloh subhanahu va taolo kafir bo'lgan tarafni qanday qilish uchun, quyruqni uzish uchun. Aw yakbitahum, ularni mag'lub qilish uchun. Fayanqalibu khaybin, ular xar bo'lgan holatda, zar bo'lgan holatda qaytish uchun Alloh taolo sizlarga ma'naviy shijoatni ato qildi va malaki malaika bo'lgan, malakiydan mushtaq bo'lgan quvvatlar bilan qanday qildi? Qo'lladi. Va ma ya'lamu junud robbika illa huwa va ma hiya illa zikra lil bashar. Sening Robbingning askarlarining sonini faqat Alloh biladi. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ey Muhammed, sening nima ishing? Laysa laka min al-amri shay'un. Yo'q, senin uchun ishdan bir şey yo'q degani sana nima bo'ldi ekan? Aw yatuba alayhim, yoki tövbe bergay ularga Alloh, aw yu'adhibahum, yoki Alloh subhanahu va taolo ularga azoblig'ay, chunki ular zolim bo'lganligi uchun. Bu Allohning ishi. Sana nima bo'ldi ekan? Oyatning asbobi nuzuli payg'ambar alayhisolatu vasallam hammamizga ma'lum, hamzininki o'ligini ko'rgandan keyin yuraklari yo'q, jasadlari kesilgan. Shunda bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam kayib bir duo qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir rivoyatda sahobalar bir duo qilsa-ki Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'la yama haydidni ashti palam pustan deganda Muhammad alayhisolatu vasallam qilgan duoyi shu: Allohumma g'fir li qavmi fa innahum la ya'lamun. Yana bir rivoyatda Allohumma ahdi qavmi fa innahum la ya'lamun. Ey Alloh, ularning sulbidan yaxshi odamlar chiqib qolishi mumkin. Mening qavmimni, mening xalqimni hidoyat qilgan, ularni kechirgin, ular bilmaydi. Ikki xil bizda bor. Ammo kuchli rivoyat shuki, ahdi qavmi, ularni hidoyat qilin degani roji. Chunki va ma kana istig'foru Ibrohim li abihi illa amma wajatu wa'adaha iya. Bir payg'ambar uchun Ibrohimga dedi ya Alloh, bir payg'ambar uchun o'zining ota-onasi bo'lsa-mu mag'firat talab qilishi mumkin emas, ammo hidoyat talab qilishi mumkin. Shunga aytdikbiz, oyatning mazmuniga asoslanganda payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohumma ahdi liqawmi fa innahum la ya'lamun deb duo qilgan. Buni bir payg'ambarlar qila oladi bu duoni. Bir insonlarni haqorat qilg'ay, haqorat ishitqay, jang maydonlarida başları yerilg'ay, tishlari tushganidan keyin Allohumma ahdi liqawmi fa innahum la ya'lamun deyaligi. Bu iymon talab qiladi bu. Oson emas. Shu Alloh subhanahu va taolo kayvatida. Ndo'g'alig uchun buning bu kayishning ma'nosini bilgan payg'ambar Allohumma ahdi liqawmi fa innahum la ya'lamun degan. Shunga diniy da'vatining, iymon bag'larining, islom ko'chatlarining o'sib yetilishi asonga to'xtamaydigan narsa. Asalliq bilan qo'lga keladigan narsa emas bu. Bu yo'lda Ibrohim o'tib tashlangan, Ismoil pichoqqa o'zini to'g'ri qilgan, Yahyo va Zakariya tirik holatda jadoga besilgan, Muhammad alayhissalatu vassalam
rahmeten lil alemin bulup turuqluq özlerinin jutu kapatmagan. Mana şundaq bir yol bu. Onun için kayiş kılınmaydı. Kıydaş kılınmaydı. Sabır kılış, takvadarlık kılış lazım. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ardı yaghfiru limen yasha ve yu'addibu men yasha vallahu gafurur rahim. Şunu unutmanglar ey müminler. Her narsa Allah için. Asmandaki, zimindeki narsalarning hammasi Allohga mansub. Yaghfiru limen yasha. Allah xalaqanni mağfiret qiladi, xalaqanni azoblaydi. Allahu gafurur rahim. Allah mutlaq mağfiret qiluvchidir. Cheksiz mehribondir. Ey müminler, sizlar la taku ya eyyuhellazina amanu la ta'kulu riba adhafa mudhafa vettaqullaha la'allakum tuflihun. Ey müminler, sizlar jazoyni yeymanglar. Haslab yeymanglar. Allohdan qo'rqinglar, najot topishing uchun. Nima uchun bu Badr g'azoti Dinkin bu Cezayir'den ayet geldi degende hemimizge ma'lum Ulug' Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Uhud g'azotida 30 necha kişilik bir qo'shinni buni o'qchilar qo'shini deb bir cho'qib qo'ygan. Hatta Rasululloh ularga deganki, biz mag'lub bo'lib bizning boshlarimizni qushlar yeb ketgan taqdirda sizlar bu cho'qini tark etmanglar. Ammo Muhammed Aleyhisselam urush g'alib qilib, urushni to'xtatgandan keyin g'animat yig'ilgan chaqda o'qchilar qo'shini Del Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetini, tavsiyesini yadını çıkargan. Ve yadını çıkarmasını tevil kılgan. Hazır can tügedi, ganimet toplava tut, onun için bizim verişimiz gerek degen. Ve şundakla Mekke müşrikleri, Yahudi, Nasaralar ve turvatkan yerlikler kişilerge cezayını kılış arkalık cık pul tep ticaret kılgan boğallık için. Ulanın kalbide mu bir bayvoğusu var, pul tapkısı var, iktisadi cihatte yükselgisi var. Boğaçka ganimet yığılıp atkan çağının özde şu iktisattan ibaret neyse köz aldık kele vargan da. Onda oğalık için en şu okçularının ki kuyulgan çokunu terk edip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ki çişine, eşinin yerilişine, 70 tane sahabının şehit oluşuna sebep olgan. Hatta ki 30 neçe sahabının bir kançısı kadarlık şu okçular koşunun şunu mu tükep ketken de. Ama Abdullah ibn Cübeyr men yalğız kalsam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyasini qabul qilaman. Çünkü Rasulullah müşnak tavsiya qilgan, ma'ta xavakagin yo'q deb cho'qini qo'g'dash orqali shu yerda shahid qilingan. Vaqtimizga ma'lum Xolid ibn al-Valid mushrik vaqti orqadan kelib, bukturmi qo'shinlar bilan ishorat qilish orqali uch tarafdan taq qavab olib kelib, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam boshlig'idagi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam qo'mondonligidagi ana shu urush mag'lub bo'lgan. Shunda bo'lganligi uchun Alloh taolo bu yerda Cezayir'den ibaret bo'lgan iqtisodiy ahvoldan söz açmakta. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan qo'rqanlik ki necet tapsizlar deb bo'lib, sizlar Allah Subhanahu wa Ta'ala kafirlarga tayyor qilib qo'ygan, kafirlar uchun tayyorlangan do'zax o'tidan qo'rqinglar. Va atiiulloha va rasula la'allakum turhamun. Mana keldi. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Shunda qilsanglar Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın rahmetiga erishsizlar. Chunki sizlarning talabitinglar nimadan bo'ldi? Allah'ın Rasuliga bo'lgan itoatsizligingizdan bo'ldi. Allah'ın Rasuliga itoat qilmagan taqdirda qo'mondoni Muhammed Aleyhisselam bo'lsinmi? Bo'lib bu janglarda qo'mondoni Muhammed Aleyhisselam bo'lsinmi? Mag'lub bo'ladigan ish bor. Chunki qonuniyat Alloh taolaning qonuniyati yer sharida sunanil kavn deydigan bir qonuniyatning ustiga qurilgan bo'lganligi uchun. Şu qonuniyatning ichida davron qiladi. Unda o'g'illik uchun sizlar Allah'ın Rasuli qanday qilinglar, itoat qilinglar. Shunda qilsanglar sizlar rahmat qilinsizlar deydi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.